harakat qiling. Buxorolik xudolarimiz deb kelgan Isomiddin xudomizni tuyasi. Erkak tuya. 80 nomerli tuya. Qani qaysi polvonga nasib qiladi? Qaysi otbozga nasib qiladi mana shu tuyamiz? Harakat qiling polvonlar, harakat qiling. Dilshod Rahmonovni to'yini oxirigacha oldingi marrasi. Isomiddin xudobo'yimizni tuyasi. Alloh quvvat bersin polvonlar. Qani, joy qo'ymaydi. Oxirgi marraga xudo xolasa. Ana shu bitta qo'shaylar. Oxirgi marramizga. Qani xudobo'yimizdan ham bir avtomobil kelgan oxiriga qo'yamiz. 85 nomerli metan gazi bilan, mejigar pulti bilan yuradigan qip-qizil cho'g'day avtomashina qo'yamiz oxiriga. Xudolarimiz omon bo'lsin. Xudosi bormi? Xudosi bor deydi. Xudolarimiz sog' bo'lsin. Harakat qilaveringlar polvonlar. Hozir Isomiddin xudobo'yimizni tuyasi chopilyapti. Qara! Qora jonday mard bo'lsin. Bag'ri keng boshi osmon. Urug'lari baland kelsin. Aftu vafo qonusi. Erkatalgan shan bo'lsin. Erkatalgan shan bo'lsin. Harakat qilamiz polvonlar. Alloh quvvat bersin. Qani tuya chopilyapti polvonlar. Erkak tuya. 80 nomerli tuya. Alloh quvvat bersin. Harakat qilinglar. Qani ko'tarildi polvonlar, harakat qiling. Tuya. Qozon polvon mahkam bu. Yonmaga, hisobma. Hisob. Omadini bersin. Omon bo'lsin. Jabir akamizni metani bilan Buxoro ko'pkari yulduzi Komil polvonning o'g'li Qozon polvon sog' bo'lsin. Omadini bersin. Qani xudoban bo'laktab yo'q. Omadini bersin, omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Alik! Buxoro ko'pkari yulduzi Komil polvonning o'g'li Qozon polvon Jabir akamizni mashhur metani bilan Buxorolik xudolarimizni salimi bir tuyaga tashladi. Omadini bersin, muborak bo'lsin.